2-mart birinchi menga tushgan savol, ya'ni yozmalardan ko'ryapmiz faqat. Tomon o'nga teng, mana bu AB o'nga teng, AD o'nga teng, DC 6 ga teng, BC 14 ga teng bo'lsa, shakl mana shu holatda kelgan. Demak, birinchisida BD ni so'ragan, ikkinchisida mana bu markazlar orasidagi masofa va D bilan uchburchak hosil qilingan, shu uchburchak yuzini toping degan savol ekan. Xo'p, Stuart degan teoremaga asosan bizda endi har xil yo'llari bor. Mana buni x deb olsak, umumiy tomonni bitta mana burchakni alfa deb kosinuslar teoremasi qilsangiz bo'ladi. Bu yoqdan bu tarafdan ham kosinuslar teoremasi qilsangiz bo'ladi. 180 alfa deb shunday qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Lekin tayyor formulasi ham bor ekan. Stuart teoremasi qanaqa edi? 10 ko'paytirilgan, uning mana bu bo'lakning qarshidagisi 6 qo'shilgan 14 ko'paytirilgan mana bu bo'lak 10 taqsim bu ikkalasini yig'indisi ayrilgan bu ikkalasini ko'paytmasi. Shu ildizda. Qayer kvadratida? Mana bu yerda kvadratida, 14 ham kvadrat edi. Ha, bo'ldi. Ana endi to'g'riladik. Teng. Mana ichkarida kosinus teoremasi qilib ishlaganman-da. Xo'p, buni ishlaganimizda 16 bo'ladi. Bu ikkalasidan 10 ni chiqarsak, ildiz osti 10. Qisqasi mana shu job 10 chiqadi. Soddaroq qilaylik. 10 chiqqandan keyin, mana bu qiymat 10 chiqqandan keyin, qarang, mana bu tomon aniq. Mana bu burchak bisektriya bo'lgandan keyin alfa bo'ladi. Ya'ni bu 10 bo'lgandan keyin o'zi muntazam ham bo'ladi. O'zi mana bu 30 bo'ladi, mana bu ham 30 bo'ladi. Xo'p, mana bu tomon 60 bo'ladi, mana bu ham 60 bo'ladi. 60 bo'lgandan keyin umumiylar qarasangiz mana 90 ekan. Xo'sh, mana bu kesma muntazam uchburchak bo'lganligi uchun muntazam uchburchakka tashqi aynan radius bo'ladi. Mana bu kesma muntazam uchburchakda tashqi aynan radiusi bu tomonni ildiz osti 3 ga nisbati, ya'ni 10 taqsim ildiz osti 3 bo'ladi. Mana bu yerdan beracha kesma. Shunday bo'lgandan keyin mana bu bo'lak bizga kerak bo'ladi. Bu bo'lak ikkita umuman uchburchakning hamma tomoni berilgan bo'lsa, ikkita yon tomonni qo'shib, qarsak tomonni ayirib ikkiga bo'lsak, mana bu bo'lak keladi, mana bu bo'lak. O'rim ajratgan bo'laklar. Xo'p, 6 ga qo'shamiz 10 ni 16, 16 dan ayiramiz 14 ni 2 bo'ladi. 2 ga bo'lsak, mana bu qiymat 1 chiqadi. Bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar tushirganimizdan keyin mana bu 60 gradus, mana bu 90 gradus, mana bu 30 gradus bo'ladi. 30 gradus bo'lgandan keyin mana bu 1 bo'lsa, mana buni qiymati 2 chiqadi, mana bu qiymati. Bu tomon topildi, bu tomon topildi. Uchburchak yuziga o'tamiz. S uchburchak 2 ko'paytirilgan, mana 2 ko'paytirilgan mana bu tomon. 10 taqsim ildiz osti 3 taqsim 2. Ya'ni 10 taqsim ildiz osti 3 chiqdi. Misol mana shu holatda ishlanadi.